Keling bugun asablaringizni asraymiz va Cloud'da to'g'ri ishlashni o'rganamiz. Aniq bilaman, bu sizda ham bo'lgan, ya'ni Cloud ishlayotganda nima deyotganingizni, boshidagi gapni, umumiy loyihani esdan chiqarib qo'yadi va o'zidan o'zi yangi narsalarni o'ylab topadi va nimadirlar qiladi. Keling, mana shuni oldini olishda ikkita usulni o'rgataman. Agarda siz katta loyihalarda, katta dastur ishlarda Cloud'ni noto'g'ri modelini tanlasangiz, ishingiz mana shunaqa qiyin bo'ladi. Buning uchun sizga Opus 8 1 million tokenli modelini ishlatishingiz kerak. Nimaga desangiz, 1 million tokenli formatida loyihangizni Cloud esdan chiqarib qo'ymaydi, hammasi bitta chatda bo'ladi va loyihangizni boshidan oxirigacha eslab qola oladi. Iloji boricha shu modelni ishlatish kerak. Ikkinchisi bo'lsa, buni hamma qiladi. Ya'ni loyihani boshlayotganda siz umumiy arxitekturani tuzib olmaganingiz. Ya'ni qanaqa? Siz Cloud'ni ish boshlashdan oldin CloudMD faylini qilishingiz kerak. CloudMD faylida butun loyihani boshidan oxirigacha hamma detallarini yozib chiqishingiz kerak. Shunda Cloud ishlayotganda qaysi blokda qilganini va qaysisi keyingiligini etap-etap ko'ra oladi va ishingiz shunda tezlashadi. Mana shu xatolarni qilmang. Meni Telegram kanalimga va Instagramimga obuna bo'ling. U yerda zo'r ma'lumotlarni berib boraman.